Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, bizani kuzatib boruvchilar. Bizani tuning boksimizdan navbatdagi 892.2 traktorimiz chiqib ketyapti. Bu traktorni Mirishkorlik Bahodir akani buyurtmasi asosida qilib berdik. Rangi mokri asfalt. Traktorga o'tirgan. Diska bilan tepa kirishga kombinatsiya bo'lgan. Shassi ham qip-qizil ko'rayotgan bo'lsanglar. Oldi faralarni o'zgartirib berdik. Linza lupali qo'yib berdik. Pavorotniklari ko'rayotgan bo'lsanglar, yangicha fasonda qo'yilgan. U zavodskoy shunaqa keldi. Agar sizlarda eskisi bo'ladigan bo'lsa, bizada sotuvda bor. Bu fara ham, oldidagi to'rtburchak faralar ham bor. Krugovoy tonirovka bo'ldi, faqat lobavoy qoldi, lob. Oldi eshigi 50 talik, orqasi 100 talik. Firminning nakleykalar va orqasida ham e'tibor berayotgan bo'lsanglar, yangicha pavorotnilar. Bu traktorning texnik xarakteristikasini ko'pchilik biladi. Saloniga ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Qo'ylik bar qo'yib berdik. Chexol, sideniya chexol, rul chexol va kolonkalar qo'yib berganmiz. Zavodskoy konditsioneri bor bu traktorni. Va monitor qo'yib berdik. Diamonddan murojaat qilinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bu videoni traktor ishqibozlariga jo'natib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.